Savol javob qilib bo'ldik. Bu kishiga ruxsat, rahmat, salomat bo'ling. Bo'ldi, demak. Rahmat. Bu savollardan. Hop. Savollarda e'tiroz yo'qmi? Savol e'tiroz yo'q. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi nomzod Qo'chqorov Rahimjon Narzulla o'g'li Kattaqo'rg'on tuman bo'limi fitosanitar nazorati davlat inspektori vakant lavozimiga suhbat bosqichiga yetib keldi. Hurmatli nomzod, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Men Qo'chqorov Rahimjon Narzulla o'g'li, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Jonkel mahallasi Beshkent qishlog'ida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Samarqand qishloq xo'jaligi institutini 2015-yilda tugatganman. Oxirgi ish faoliyatim Agrar xizmatlar markazida bosh mutaxassisi bo'lib ishlaganman. Hozirda ishsizman. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu Mana alaykum. birinchi savolim, uzumzorlarda qanaqa kasallik tushadi? Eng asosiy kasalliklarni sanab bering. Uzumzorlarga asosan oidium, mildium, unshudring, antraknoz kasalliklari tushadi. Bular virusli bakterial kasalliklar hisoblanadi. Ularga qarshi kurashish Nima uchun kasallik hisoblanadi? Toshmang. Nima kasallik? Virusli kasallik deysizmi? Ha? Nima qo'zg'atadi shu adashib kasalliklarimizni? Nima qo'zg'atadi? Zamburug'mi, virusmi, bakteriyami? zamburug'lar qo'zg'atadi asosan. Adashib ketdim. Nimaga virusli deb gapirasiz bo'lmasa? Ha, chalkashib ketdim hozirroq. Shu kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha fermerga tavsiya bering. Fermerga tavsiya berayotganda asosan agrotexnikani to'g'ri tashkil qilish orqali bu kasalliklarga qarshi kurashiladi. Agar kasallik aniqlangan taqdirda fungisidlar bilan kimyoviy ishlov beriladi. Agrotexnik tadbirlarda masalan oddiy toklarni baglarini puchalab turish ham bitta agrotexnik tadbir hisoblanadi. O'sha ichkari dimlanish hosil bo'lmasligi, o'sha zamburug'larni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Karantin begonotlarini sanang. Sudraluvchi kakra, zarpechak, ermon bagli, ambroziya. Karantin zarakonlarini sanang. Sitrus oqqanoti, sitrus inli kuyasi, meva sharq meva xo'ri, Kolorado qo'ng'izi, Kaliforniya qalqondori, kartoshka kuyasi, keyin piyoz pashshasi. Kartoshkani zarakonlarini aytib bering. Kartoshka kuyasi, Kolorado qo'ng'izi, keyin simqurt. Kolorado qo'ng'iziga qarshi kurash bo'yicha fermerga tavsiya bering. Fermerlarga asosan kimyoviy ishlov berganda akarazitlardan foydalaniladi. O'sha gektariga Akarasidmi, insektisidmi? insektisidlar bilan. Qaysi ta'sir etuvchi modda bilan ishlatsa bo'ladi? Kolorado qo'ng'izi. Agrotexnik tadbirlarga nima kiradi? Kartoshkadami? Ha. Chuqur shudgordan boshlanadi. Keyin o'sha yumshatish, begona o'tlardan tozalash, hasharotlarga qarshi kurashganda o'sha juda kam miqdorda tushgan vaqtlari kichik maydonlarda misol uchun terib tashlash mumkin. O'sha Kolorado qo'ng'izi ham asosan tuproq ostidan chiqib kelib tuxum qo'yadi. O'sha tuxumlari barg orqasiga qo'ygan bo'ladi. O'sha tuxum qo'ygan barglarini terib tashlash mumkin.
ishga kirganingizda sohani rivojlantirish uchun nima ishlar qilasiz? Aholi va fermer xo'jaliklari o'rtasida kasallik, zararkunanda begona o'tlarga qarshi kurashishda o'sha e'tiborli bo'lishini targ'ib qilish, keyin sifatli mahsulot yetishtirish imkoniyatlarini kengaytirish, bunda o'sha tarkibida pestitsidlar ko'payib ketmasligi uchun imkon qadar agrotexnika bilan kurashib, imkon qadar o'sha kimyoviy kurashlarga bog'lanib qolmasdan kurashib, toza yaxshi sifatli mahsulot yetishtirishga harakat qilamiz. O'sha ekspert qilish maqsadida ekspert miqdorini oshiradi. Undan tashqari hozirgi kunda yangi qarorlar bilan agroaptikalar, vetaptikalarga ham sertifikatlashtirish bo'lyapti. O'sha davlat reyestriga kirgan kimyoviy preparatlarni qo'llashni targ'ib qilish. Chunki bitta nojo'ya preparatni qo'llash o'sha hasharotlarning rivojlanib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Mani savolim tugadi. Alisher aka savollar bo'lsa marhamat. Ilyos aka. Familiya kim edi? Qo'chqorov Rahimjon, Narzullo o'g'li. Ilyos yo'q. Savollarga e'tiroz yo'qmi? Yo'q, Rahmat, Katta salomat rahmat. bo'ling. Xo'p. rahmat sizga. Ilyos aka, bitta nima borda, agar ruxsat bersangiz, bitta nomzodimiz yo'lda yetib kela olmadi. Linkini sizga qaytadan tashlasak-da, uni Zoom'da qatnashish iloji bormi? Zoom'da qatnashish iloji bormi? shuni o'ylaymizda hozir sizga ham. Yaxshi.
Nima qilamiz Alisher aka? kerak edi, hozir 1 minut bo'lmasa qoldirib beramiz u. Hozirdan mas'uliyatsizlik qilib yuradigan bo'lsa nima kerak bizga bosh og'rig'i? Vaqtda kelib turish Bunaqa kerak. odamdan olib, mas'uliyatsiz odamni olib nima qilasiz? Alisher Bo'pti, aka. bo'lmasa at bo'y berib yuboramiz. Mas'uliyat bo'yicha ertaga ishga ham shunaqa mas'uliyat bilan yondashadi Alisher aka. Ilyos aka tushunarli at bo'y berib yuboramiz bo'lmasa. Rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p.